Neoline 7500S SV31 eng oxirgi baza, eng oxirgi proshivkada hozir yangilandi. Biza bunga qanday xizmat ko'rsatdik? Bu akamiz sentyabr oyida yangilatgan ekanlar. 30 ming so'm, 40 ming so'm yangilatardi. Muncha sizda xizmat haqi qimmat degan yana bizada o'sha savol uyg'onyapti. Bu xudo xohlasa buni biz antiradarga, Fura, Equinox, Ishilarga, Visakovoltlarga, Inomarkalarga, elektromobillarga ortiqcha signal chalmaydigan qilib 100% garantiyasi bilan qilib beryapmiz. Uch oyoqlarni pistirma deb aytadi. Ortiqcha signal chalmaydi, unisiga garantiya beramiz. Hozir bizning xizmatdan ozgina narx-navo bo'yicha ozgina tortinyaptilar. Xudo xohlasa biz bu narsaga ortiqcha signal chalmasligiga xohlagan yillargacha garantiya beramiz. Biz hozir og'zaki aka 3-4 yil maza qilib ishlatasiz, faqatgina bitta ustida chiqsagina hozir ovozi chiqmaydi deb garantiyasini berdik. Hozir sherilar olib kelibdi ekan. Mana shu videoning tagiga xudo xohlasa o'zlari bitta kommentariy yozib qo'yadilar. Mabodo siz ham 75 ishlatsangiz, siznikida ham ortiqcha signal chalaydigan bo'lsa, o'zimizga olib kelsangiz, hammasini ko'rib, ortiqcha signal chalmaydigan qilib beramiz. Narx-navoni aytadigan bo'lsam, kelsangiz yoki telefon qilsangiz, hammasi